Assalomu alaykum, hurmatli Minivan City YouTube kanali a'zolari. Albatta bundan buyog'iga kanalimizda ko'plab mikroavtobuslar, minivanlar bo'ladi. Barchasini kuzatib borishingizni iltimos qilamiz. Albatta minivan mikroavtobus qidirayotgan yaqinlaringizga ushbu videolarimizni ulashib, kanalga obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Bugungi obzorimizda Gazelle Next mikroavtobusi. Avtobusimiz 21 kishiga mo'ljallangan bo'ladi. Gazelle Next'ni o'zini motorlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Moy yemaydi, mo'shin holatda saqlangan. Eshiklarimiz avtomat ochib yopiladi. Albatta, mashinamizning ichki holati ham zo'r holatda saqlangan azizlar. 4 ta mashinamizga yangi balonlar taqib qo'yilgan mashinasidan. Bilamiz, Gazelle Next orqalari qo'sh balon bo'ladi azizlar. Albatta ishlarini ham bir qator hamma narsasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketishga bevosita videomiz davomida harakat qilamiz azizlar. Ekranga hali ham bosmagan bo'lsangiz, bitta layklarni bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Motor holatlari juda yaxshi holatda saqlangan. Mashinani egalari mashinamizdan baraka topgan. Olgan odam ham baraka topadi degan umiddamiz. Mashinamizga gazlar ustanovka qilib qo'yilgan. Nechtaligidagi 260 talik. 260 talik metallari mavjud mashinamizda. Orqa eshiklarini ham ochib o'ramiz. Hamma joyini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizda nima bo'ladigan bo'lsa hammasi qoladi. Hammasi qoldiriladi. Shuni olib qo'ymayman deyaptilar akamiz. Mashinadan baraka topganman deyaptilar. Egalari ham baraka topadi. Xudo xolasa ishlarimiz avtomat aytib o'tdik. Mashinamiz 21 kishiga mo'ljallangan. Ko'rayotganinglarda ishlari juda ham keng. Zo'ridan kolonkalar taqib qo'yilgan mashinamizga. Mashinasidan ko'rib o'tishinglar mumkin. Bemalol passajirlar uchun video registratorlari mavjud, antiradorlari hammasi qoladi mashinaning ichida. Hech nimani olmaydilar. Oldida ikkita sidina bo'ladi. Albatta cho'tki holatda monitorlarimiz ham ishlayapti mashinamizda. Gaz balonlari ham zo'r ustanovka qilib qo'yilgan. Balonlarimizni hammasi yangi e'tiborga qo'sh balon albatta. Orqalari ham mo'shin holatda turibdi. Mashinamizda hech qanaqa yo'q, avariya holati yo'q. Kraska yo'q, kraskasiz toza. Egalarining nomerlarini bevosita qo'yib o'tamiz. O'zingizlar aloqaga chiqib, egalari bilan bevosita telefonda gaplashib o'rasizlar, baraka qilasizlar. Minivan City nomidan kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar azizlar barchangizni. Albatta keyingi videolarimizda hammalaringiz bilan ko'rishguncha.